Xo'p, assalomu alaykum. Bugun sotuvda Malibu Premier mashinamiz 2022 48 ming probeg yurgan. Rangi yengilcha rang ekan, to'q bardovli rang. Yonib turibdi mashina. Hop, kraskasi mana shu orqa kriloni rahini pastida sepilgan ekan. Orqa shu, oldi shu degan. Qirilganiga sepilgan ekan. Tekshirtirib oldi. Hop, salon holatlari tangrovkasiga 11 oy bor ekan, yaqinda qilinibdi. Hop, salon holatlari yaxshi ekan. Ashkalarda qirilgan joylari yo'q. Mana probeg 48376 kilometr yurgan. Hop, propan gazlari bor ekan. Mana 4 teshigi shuncha bo'lgan ekan. Hop, buni egalari 23200 bo'lsa beraveraman deyapti. Past egalari nomerini yozib qoldiramiz. Kanalga podpiska tashlab qo'yinglar, sog' bo'ling.